Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduali Sayed, korrektor Abduali Sayed, bat va muqovil loyihaligüchi A. Aqxon. Xudomi tasaddiqliqmi? Alamning qonuniyatlik yarilishi va uning yarilishi orqasida behudalik va tasaddiqliq bo'lmasdan, balki ma'lum g'oya va orqa ko'rinish borligi qatorliqlarga doir ro'shan dalillar bo'lishiga qaramay, materializmchilar ichida yana alamning intizomli yarilishidagi sababni qonuniyatga artish, qonuniyatning mavjudligini tasaddiqliqqa jo'rash, tartib va qonuniyatning maydonga kelishini bo'lsa, talaylagan tasaddiqliqlar orqasida shakllangan ko'rinish sifatida tasvirlashga urinish xohishlari mavjud. Garchi maqsad g'oya dalilining o'zida tasaddiqliq davosini taltuks pochaqlab tashlashga yetib ashsimi, shundaqla aqliy va ilmiy jihatdan ilib aytganda, bu xil da'voning tegidan xatolik ko'rinib tursimi, mazkur hukm va u vaqtdagi da'volarning tag mohiyatini yanada konkret izohga ega qilishga ehtiyoj borligini his qildik va bu vaqtda maxsus to'xtalishni munosib ko'rdik. Shubhasizki, tasaddiqliq da'volari mohiyatda chek basmaydigan da'volar jumlasidandir. Materializmchilarning mazkur da'vosining asossiz ekanligini bundaq ikki nuqtadan oydinlashtirish mumkin. Bular birinchi, aqliy nuqtadan tahlil qilganda tasaddiqliqni bundaq ikki turga ayirib tushunish mumkin. Birinchi, aql tarozisida tasavvur qilish mumkin bo'ladigan tasaddiqliq. Ikkinchi, mavjudligini aqlda tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan, ya'ni yuz berishi aqlga zid va bo'lishi mumkin emas tasaddiqliq. Olimlar yuqorqi aqliy taqsimotga qarata izohat berib bundaq deydi. Ma'lum bir injener ma'lum bir tarafga joylashgan ikki bir tog'ni mena qo'yib partiltish elib berish orqali buzmoqchi bo'pti. Partiltishdan keyin qarg'udak bo'lsa, to'satdan partlash tufayli atrofga chechlab tushgan döv toshlardan kichik bir uy shakllanib qopti. Biroq uyning qurilmasida biror injenerning qo'li tekkan mahorat alomatlari va yoki qurilmasida biror loyihachining ajri singan iznalar bayqalmabdi. Halbuki tog' partiltish xizmatidan keyin mushundaq tusdagi bir uyning tasaddiqiy shakllanib qolishi aql jihatdan tamoman mumkin bo'lib, bundaq hodisaning tasaddiqiy paydo bo'lib qolishi reallikqa tushidi. Aqlmi ma'qul ko'radi va yoki shundaq bir ehtimollikning bo'lishini tasavvur qila oladi. Bo'lishi mumkin emas tasaddiqlikka kelsak, bu xil tasaddiqlik aql uning safsataligiga reallikda yuz berishining mumkin emasligiga hukm qiladigan tasaddiqlikdir. Tog' partiltish haqidagi misolni olib aytsak, tog' partiltish natijasida tashlab tushgan döv toshlardan qasr o'rnining va ichidagi uylarning joylashtirilishi va qurilmasining puxta bo'lishi nuqtasidan kamkutsiz bo'lgan bir me'morchilik mahorati asosida barpo bo'lgan hayvatlik bir saroyning shakllanib qolishini aqlmi, reallikmi shartsiz mumkin emas deb hukm qiladi. Bu vaqtda o'ydirib chiqarilgan bundaq bir tasaddiqlikqa aql o'z-o'zidan yolg'on va mumkin emas degan hukmni beradi. Bu xil tasaddiqlikni da'vo qilguvchini bo'lsa, aqlidan ozgan, erishib qolgan deb ayblaydi. Buni yana bundaq bir misol orqali tushunish mumkin. Sizda bir matbaa mashinasi bor deyli. Mashinaning sandoqlariga joylashtirilgan 500 millioncha harf bor desak, to'satdan yer tavrab sandoqdagi harflarni ostin-ustin qilib chayqab, harflarni bir-biriga aralashtiryapti. Mushundaq bir hodisadan keyin biri kelib sizga harflarning aralashib ketish natijasida ma'nolar bog'lashmagan bir qator so'zlarning tuzilib qolganligini aytgan bo'lsa, mushundaq ahvoldagi va mushundaq shakldagi tasaddiqlikmi aqliy nuqtadan mumkin tasaddiqlikdir. Chunki reallik buni qo'llaydi, aqlmi tasdiqlaydi. Biroq ashundaq bir qattiq tavrinish natijasida bir qancha bob va bo'limga ayrilgan, fikr qurilmasi bog'lashgan, uslub va mazmun saviyasi yuqori bo'lgan 500 betlik bir kitobning tuzilib qolganligi bo'lsa, bundaq tasaddiqlikning reallikdami, aql tarozisidami o'rni yo'qdir. Aqlning o'zila bundaq bir ehtimollikni da'vo qilishni aqlidan adashganlik, uchiga chiqqan ruhiy kasallik degan diagnozni qo'ydi. Demak, aqliy nuqtadan ko'rib olg'ili bo'ladiki, bu qadar inchki intizom va qonuniyatlik hamda aql uning mohiyatini tasavvur qilishdan ojiz kelayotgan bir qudrat va hikmat iznalari parlab turgan olamni tasaddiqlikning natijasi deyishga petinish o'z navbatida logikaga, aqlga qilingan haqoratdan boshqa narsa emas. Ikkinchi, ilmiy nuqtadan qaragan vaqtda bo'lsa, garchi oldingi temada bayon qilib o'tganimizdek, olam harakatining hayotlikning bo'libmi inson hayotligining mavjudligi va davomlashishidan iborat bir g'oya uchun xizmat qilayotganligining o'zila olamni tasaddiqlikning natijasi deyishning quruq safsat ekanligiga yetarlik. Shundaqdimi, bu yerda yana tasaddiqlik davosining qat'iy chek basmaydiganligini dalillaydigan yana bir qator ilmiy va mantiqiy mulohazalar mavjud.
Bular ichida bir qadar gavdalikroq tasaddibilik da'vat natijasida ilm fanning barpo bo'lishida halqaliq rol o'ynagan tub qoidalar va ilmiy asoslarni oyoq ostiga elish hodisasining kelib chiqishidir. Bu haqda doktor Haysam mundoq deydi. Zamonaviy ilm fanning ul asosi sabab va sababga ta'sir ko'rsatkichi o'ttirsidagi munosabat ustiga qurilgan. Chunki qonuniyatlarni kuzatish faqat uning ta'sirining mavjudligini dalillab chiqish orqali ishga oshadi. Tartish kuchini elib aytsak, amaliyotda u ashu xil kuchning ta'sirini kuzatib aniqlash demaklikdir. Halbuki buni tartish kuchi mohiyatining o'lchami degili bo'lmaydi. Shunga biz tagi bugungi kunga qadar tartish kuchining kichik jismlarini kuzatib aniqlab bo'lganimiz yo'q. Ashundaq turug'liq tartish kuchining barligiga shaksiz ishonamiz. Bularla emas, balki barliq mikro ilm-fan sohalarining hammasi tajriba va ta'sirini dalillab chiqish asosida maydonga kelgan. Shunga mikro ilm-fanda elektronning ko'rinishi deb atalgan bir narsa yo'q. Balki elektronning ta'siri ustida mulohaza degan narsa bor. Bu o'rinda mundaq ikki nuqta muhim o'rinda turadi. Birinchi, sabab natija qonuniyatining ilm-fanning o'li ekanligida shak yo'q. Balki mazkur ul prinsipning quvvati pakitdanmi, qonuniyatdanmi ustundir. Atizmlik e'tiqodini himoya qilish uchun qarshisidagilarga nuqul qarshi chiqish bahona sabablik sabab natija qonuniyatini inkor qilayotganlarga kelsak, amaliyotda bu butkul insoniyat aqliga turalma paytidan tortib bekib ketgan aksiomlik aqliy qonunga ta'tir qarab natijalangandir. Chunki turalmami ana qarnidagi chag'ida turib sabab natijaga ishonganligini ifodalab turdi. Masalan, doktor hamilani tekshirish asnosida ana qarnini bassala, bola shu chaqda ashu basgan o'ringa besish ta'siriga qaratib darhol inkos bildirib ulgurdi. Demak, turalmami har qanday bir sababning sabab qilg'uvchisi borligiga chin putkach, o'zligidan mazkur sabab qilg'uvchi doktorning besish harakatiga javob qaytarishga urinadi. Ikkinchi, ta'sir orqali ta'sir ko'rsatkichi omilning mavjudligini dalillab chiqish ilmiy va mantiqiy dalillash metodidir. Bu xil dalillash metodini har bir aql qabul qiladi ham bu xil dalillash sababkorning mavjudligini isbotlaydigan fakt o'rnida qabul qilingandir. Qarag'udak bo'lsak, ko'z oldimizda zamonsiz, makonsiz holatdan zamon va makonliq holatga o'tgan, yo'qdan bar bo'lib yaralgan, ajoyib inchki o'lchamlar bilan barpo qilingan bir koinot turibdi. Yana kelib, ilm-fan isbotlagan qonuniyatlar olamning energiyasining muhofazalanganligini aytadi. Halbuki energiya o'zini o'zi yo'qdan bar qila olmaydi. Ammo biz yo'qlikdan paydo bo'lgan g'oyat zo'r energiyaning borligini bilamiz. Yana kelib, koinotning energiyasi va uning moddalarining hammasi sekundiga 300 ming kilometr nur tezligida kengaygan, ashu lahzadanmi ozroq vaqt ichida mavjudlikka kelib bo'lgan. Acaba mushundaq inchki o'lcham asosida borliqqa kelgan bu koinot yaratquchining mavjudligiga dalil emasmi? Acaba bular aql rad qilishga chorasiz aksioma, ya'ni sabab natija qonunining dal o'zi emasmi? U yana mundaq deydi. Tasaddibilik da'vosi qilmoq amaliyotda ehtimollikning yildiz manbasini bilmaslikka berib taqiladi. Chunki tasaddibilik mundaq ikki narsadan ayrilmaydi. Buning biri zaman, yana biri mavjudlikdir. Demakki, tasaddibilik bo'lish uchun uninga o'z ta'sirini paydo qilishni ishga oshiradigan vaqt, ta'sirlangan faoliyatning maydoniga kelishini ta'minlaydigan makon bo'lishi shart. Albuki koinot zamonmi, makonmi mavjud bo'lmagan yo'qlikdan kelgan tursa, qandaqmi koinotning yarilishida tasaddibilikning roli bor degili bo'lsin, tasaddibilik o'zi oshkora bo'lmay turib, qandaqmi uning ta'sirini bor edi degili bo'lsin. Tasaddibilik avval o'zi mavjud bo'lmay turib, yana kirib tasaddibilikning tub asosi sharti bo'lgan zamon va makonning mavjudiyati bo'lmay turib, qandaqmi ta'sir ko'rsatilsin. Bu yerda yana tasaddibilikdan kelib chiqadigan bir qator natijalar bor. Ular birinchi, tartibsizlik. Halbuki qaraydigan bo'lsak, koinot nihoyatda inchki o'lcham asosida yaralgan. Chunki olamda minglarcha fizikalik konstantlar borki, navoda shulardan birarsida qilchi masala ko'rilganida mavjudot aprida bo'lolmaydi. Ikkinchi, ma'nisizlik. Tahqiqki ma'na har bir harakat va faoliyatda asosdir. Aqalli bo'lgandami o'zini idrok qila oladigan insonga nisbatan ma'na muhim o'rinda turadi. Chunki mavjudlikning ma'nisi bo'lmaganida edi, bosqinchilik jinoyatiga qarshi turishning ma'nisi bo'lmagan bo'ladi. Chunki bu vaqtda bosqinchilikning o'zimi nuqul dinamikalik harakat va yoki pay nervlarning bog'lanib chirmash bo'lib ketishidan halqamagan bir ish bo'lib qoladi. Uchinchi, qimmatsizlik. Ma'lumki, har birimiz qadr-qimmat izlaymiz. Faoliyatlarni qimmat tarafga yuzlantiramiz. Hatto xudosizlarmi o'zining xudosizlashtirish missionerligi vazifasini qadr-qimmat haqida, qadr-qimmat ilib keladigan g'oya nishon haqida bishorat aytishdan boshlaydi.
4. G'oyasizlik. Har bir faoliyatning bir g'oyasi bo'ladi. Mabodo bizning mavjudligimizning g'oyasi bo'lmaganida edi, yuqorqi misaldagi bosqinchilikqa uchragan qizni qutqizishimizning ma'nosi qolmagan bo'lar edi. 5. O'lchamsizlik. Axloqiy o'lchamni olib aytsak, mayli u atizmchilar da'vo qilishayotgandek inson yaratgan yoki kollektiv jamiyat ijod qilib chiqqan narsa bo'lsin, u baribir moddiy manfaatning sirtiga chiqib ketolmaydi. Halbuki axloq moddiy narsa emas. Navoda bir to'p yoshlar yiliqi bosqinchilikqa uchrayotgan qizni ko'rsa, ondan ular ashu qizni qutqizishning oqibatining o'zlarining o'limi bilan oxirlashadiganligini bilib turib qutqizsa, jazmanki ular barliq insoniyat nazarida hurmatlashga tegishli qahramonga aylandi. Navoda axloqni moddiy narsa deb qaragan vaqtimizda yuqorqilarning qahramonligini ma'nisiz bir ish, hatto u moddaga va shaxsiy manfaatga qarshi harakat hisoblansa bo'ladi. Demak, bu axloqning moddiylik doirasidan emasligini, insonlikning haqiqiy ma'nisining ushbu moddiy olamdan ayrilib turadiganligini kuchlantirdi. Amaliyotda insoniylikqa doir qilim etimlarning ma'lum qimmati, g'oyasi va mavjudlikning ma'nisi bor bo'lib, inson haqiqiy ma'nini va qadr-qimmatni yana bir olamdan qabul qilgandir. Yuqorqi misolning o'zida insonni uningga doir jami ma'nolar va insoniy qimmatlar bilan qo'shib moddiy olamdan ayirib turadi. Ma'nining mavjudligi qadr-qimmat, nishon va g'oyaning mavjud ekanligini ta'kidlaydi. Undaq bo'lmaganida g'oyadan ayrilgan bir koinotning g'oya va nishonni ko'zlab harakat qilib turadigan insonni maydoniga keltirilishi qandaqmi mumkin bo'lsin? Shuningmi, ish amallarning g'oyaga chetishlik ekanligiga ishonguvchilarning sepidan xudosizlardan boshqalar tushib qolgan emas. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, yuqoriqilar bevosita holda qudratlik, hikmatlik yaratquchining borligini dalillab qolmay, insonlikning ma'niga, ish amallarning qimmatga ega ekanligini hamda koinotning tasadduqlikning natijasi bo'lib qolishining mumkin emasligini ko'rsatib berdi. Yuqorqi ilmiy va mantiqiy tahlillardan ma'lum bo'lmoqdaki, tasadduqlik da'vosi mayli qaysi xil rangda bo'yalgan bo'lmasin, abdining ilm va aql oldida saraf misoli oshkora bo'lganligini, uning logika jihatdanmi, ilmiy jihatdanmi zidlikqa to'lgan quruq farazdan boshqa narsa emasligini ko'rib olmoq tas emas. Garchi tasadduqlik da'volari o'tgan asrning oxirlarida bir qism ilm-fanlardan sodir bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bugungi kundagi ilmiy taraqqiyot va qo'lga keltirilgan ilmiy natijalar bu xil da'voni ilm-fanga so'rab akirishni asosan rad qilib kelmoqda. Bo'libmi, maqsad g'oya dalili haqidagi ilmiy isbotlar o'ttirg'a tashlangandan keyin bu xil da'vo xiralish qarab yuzlandi. Hatto bundaq da'volarni ilm-fan munozara sahnalaridan g'olidi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Doktor Amir Sharif bu vaqtda to'xtalib mundaq deydi. Shundaq bir savol tashlanishga majburki, qonuniyatlar, shundaqla koinotning hayotlikning paydo bo'lishiga yo'l ochib berguchi konstantlar bilan hayotlikning paydo bo'lishi va mavjud bo'lib turayotganligi o'rtasidagi moslashishning manbasi rostila tasadduqlikmi? Shubhasizki, bu nuqtaga kelganda giganat fizika olimlaridan birarsimi bundaq ehtimollikni deb baqqani yo'q. Chunki ular koinot ichidagi bu qadar g'oyat zo'r enchiklikda o'zaro tankash qilib moslashishlarning tasadduqlik yo'li orqali yuz berib qolishining mumkin bo'lmaydiganligini tunib yetmoqda. Bu fikrni yana faylasuf Antoni Floning mono so'zini quvvatlaydi. Naq gapni aytganda, bugungi kunga kelganda olamning maqsadlik hozirlanganligini bir koinot doirasida yuz bergan tasadduqliklarning natijasi deb da'vo qiladigan biror vazni bor olim o'ttirg'a chiqqani yo'q. Demisimi, biz tasadduqlik da'volarining biror mo'tabar ilm-fan olimidan o'ttirg'a qo'yilganligini asosan uchirtib ketmaymiz. Hatto biz qadimda fransuzlarning Newtoni deb nom olgan Pierre Laplace'ga o'xshash oshqun materialist ilm-fanchilarning tasadduqlik da'vosini olamning manbasini izohlashga qo'llanishni keskin rad qilganligini ko'ramiz. Xuddi doktor Mahmud Amin uning qarashlarini izohlab o'tganidek, uning tasadduqlik haqidagi fikrlaridan ko'rib olishga bo'ladiki, tasadduqlik uning nazarida faqat bizning ilmiy harakatimiz davomidagi besib o'tgan vaqtlik bosqich yoki bo'lmasa, u bizning sabablar orqasidagi sirni bilmaganligimizni yo'chirish uchun qo'ygan bir nom ata xolos. Mundaqcha aytganda, Laplace nazarida tasadduqlik bizning bilmaganlarimizning chegarasi yoki bo'lmasa bizning sabab illatlarni bilmaganligimizni ifodalaydigan shakl xolos. Shuningdek, bugungi davrga qaraydigan bo'lsaqmi, Hawkingga o'xshash materializm himoyachilarining bu vaqtdagi fikrlarida o'zining xudosizlik ideyasini tasadduqlik da'vosi asosida kuchlantirish ahvoli ancha ko'zga chiliqib ketmadi. Aksicha, biz uning maqsad g'oya daliliga qarshi maydonga kelgan tasadduqlik da'vosini yoqlamasdan,
uning o'rniga dastilgan yana bir yo'lni tanlaganligini, ya'ni uning ko'p sonliq koinot nazariyasini qo'llashga kuchganligini va bu orqali Xudoning mavjudligini inkor qilishga yo'l qidirib ko'rganligini ko'rdik. Shunga materializmchilar ko'pincha holda maqsad g'oya dalilining tasaddiqlik da'vosini bitchit qilganligini nazarda tutib, mazkur dalilga qarata e'tirozini ko'p sonliq koinot farzini o'tirg'i qo'yish asosida hal qilishga urinib kelmoqda. Albatta, biz oldingi babda ko'p sonliq koinot farzining g'ulluq va mo'tabar ilm-fan olimlar nazarida ilmiy fantaziya bo'lishdan hal qilmagan bir turkum farazlar dovus ekanligini, navoda bu farazlar kunlarning birida ilmiy sohadan o'rin oladigan taqdirdami, uning paydo qiladigan kashilalarining hozirdan boshlab aniq va muqarrar ekanligini ko'rsatib o'tdik. Qisqasi, bu vaqtda ko'p sonliq koinot nazariyasi olamning Xudoning qudrati bilan yaralganligini inkor qilish jihatdan Xudoga yetadigan yo'lni birdamchilik uzartishdan boshqaga asqatmaydiganligini, balki bu xil da'voni ilgari surganlikning o'zila uning xiyoliy tusdagi faraz bo'lish nuqtasidan Xudoga bo'lgan ehtiyojni yana bir qadam oldiga surib berish bo'lganligini faylasuflar va ilm-fan olimlari tilida bayon qilib o'tdik. Demakki, tasaddiqlik da'vosi bugungi davr ilm-fan sohasida tutamsiz bir da'vo holatidan osholmagan. İlmi paket oldida vaqtsiz munqariz bo'lg'uchi da'volar sabiga o'tib bo'lgan bir turlik sapsata xolos. Ilm-fan olimlarining tuvandagi so'zlarimi bizga bu nuqtani yana ro'shan izohlab bergusidir. Doktor Amir Sharif mundaq deydi: hayotlikning maydonga kelishini izohlashda tartibsizlik va tasaddiqlik ifodalariga eslab olgan kishi amaliyotda o'zining tasaddiqlik qonuniyatlarini qat'iy bilmaydiganligini, bo'libmi biologiya ilmini azroqmi tushunmaydiganligini isbotlashdan boshqaga yaramaydi. Shundaq bo'lg'achqa 20-asrning 60-yildan tartib hayotlikning shakllanishiga ko'ngil bo'lguchi materialist olimlarning ko'p qismi masalaga tasaddiqlik nuqtasidan qarashni rad qilib, o'zlarining bu vaqtda aniq bir izohga ega bo'lishdan ojiz kelganliklarini e'tirof qilib kelmoqda. U yana mundaq deydi: Xudosizlar olamning paydo bo'lishini to'satdan o'zchilik yangilangan muhitning ta'siriga, ya'ni tasaddiqlikqa olib izohlamoqchi bo'ladi ekan, albatta ular bizga ashundaq mutlaq yo'qlikda sharoitlarning qanday yangilanib qolganligini tushuntirib qo'yishi lozim. Nima sababdan sharoitlar azaliy davomlashib kelayotgan yo'qlikni buzib, faqat ashu 13,7 milliard yil burun yangilanib qoladi. Shubhasizki, azaliylik degan narsa bar turib, muayyan vaqtda maydonga kelgan, boshlanishi bar bir koinotning o'zicha tasaddiqiy mavjud bo'lishi mumkin emas. Cho'qimki, bu ashu yaralmay turayotgan paytni buzib tashlagan, koinotni dal ashu paytda mavjudlikqa elib kelgan turtkilik omil bo'lishi zarur. Yana kelib, bu turtkilik omilda koinotni barliqqa keltirguchida bo'lishga tegishli sifat alohidaliklar cho'qim tepilish kerak. Ajaba bu alohidilik va sifatlar faqat va faqat yaratquchi, hikmatlik, qudratlik va azaliy bo'lgan Xudodan bar emasmi? Fizika sohasidagi gigantlardan Roger Penrose fizika bilan matematika o'rtasidagi munosabatning manbasi haqidagi so'zida olamning nazariya va amaliyot jihatdagi bog'lanishining chambarchas va puxta qurilmaga ega ekanligini, bundaq turda bob kelishining tasaddiqlik bo'lishining mumkin bo'lmaydiganligini bayon qilib mundaq deydi: Men navbatdagi kishini maftun qilg'uvchi ilmiy nazariyalarning eng munosib deb qaralgan bir talay fikrlar ichida tasaddiqiy tabiiy tanlanish faoliyatining natijasi bo'lib qolganligiga qoyillik bildirolmayman. Chunki bundaq eng munosib da'vatgan fikrlarni hech qachon tasaddiqiylikqa tavalandirish mumkin bo'lmaydi. Demak, bu yerda tasaddiqiylik mavjud bo'lmasdan, aksicha matematika bilan fizika munosabati orasini bir-biriga tutashtirib, chambarchas qilayotgan bir favqulodda o'tkir aqlning bo'lishi cho'qim. Tabiatshunos olim Edwin Fast mundaq deydi: Mubodo biz nazarimizni organik dunyoga og'dirib ko'rganimizda, organiklar faoliyatining bakm murakkabligi yodimizga keladi. Jazmanki, bu xil faoliyatlarning manbasini butunlay tasaddiqiylik ehtimoliga jo'rab beqish qilchimi chek basmaydigan bir ehtimoldir. Organik moddalarning putib chiqishidagi asosiy moddalar deganimizda hidrogen, oksigen, karbon, yana oz miqdorda nitrogen va boshqa elementlar bor. Eng oddiy bir jonliqning shakllanishi uchun millionlagan zarrachalar tang yig'ilgan bo'lishi kerak. Bu nuqtadan hajmi bir qadar cho'ng va murakkabligi intayin chegich bo'lgan boshqa turlarga qaragan vaqtimizda bu turga doir zarrachalarning tuzilishi uning butunlay tasaddiqiylik asosida bo'lish ehtimolini aql tasavvur qilolmaydigan darajaga tushirib etadi. Biologiya olimi professor Edwin Conlin mundaq deydi: Hayotliq tasaddiqiylikning natijasi degan qarash mohiyatda matbaa mashinasida yuz bergan tasaddiqiy portlash natijasida zo'r hajmlik bir qomusning putib chiqishini kutayli degandan farqi yo'q so'zdir.
hayotlikning maydonga kelishining ilmiy izohotlari doirasiga tasadduqlik ehtimolligini kirgizishni qat'iy rad qilg'uvchilardan meditsina sohasida Nobel mukofoti sohibi George Wallet mundoq deydi. Hayotlikni tasadduqiy holat sababidan shakllanib maydonga kelgan degan qarashga nisbatan mumkin emas pozitsiyasini tutishda qat'iymiz. U yana mundoq deydi. Shubhasizki, hayotlikning maydonga kelishi uchun bu moddiy koinotni oldin tayyor qilish va bu asosda bilish va ijod qilish qobiliyatiga ega, yana kelib texnologiyalik ijodiyatlarni, har turli fan bilimlarni kashf qila oladigan, bayqiy oladigan bu mavjudotni tadrijiy taraqqiy qildirish faqatla bir tadbirlik aqlning qo'lidan keladi. Yig'ib aytganda, kundalik turmushda va yoki ijtimoiylikda ma'lum ma'noda tasadduqlik yuz berib tursimi, olamning yarilishi va hayotlikning maydonga kelishi degandek cho'ng masalalarda tasadduqlikqa o'rin yo'qdir. Chunki tabiatning har qanday bir a'zosiga va har qanday bir parchasiga sog'lom aql va samimiy qalb asosida nazar tashlagan vaqtda tasadduqlikni rad qilguvchi isbot dalillar ko'zlarni qamashtirib turadi. Darhaqiqat, dalillar bir-birini quvvatlagan, bir-birini ching'itgan va sharhlagan holda shuni ko'rsatmoqdaki, olamning bir yaratquchisi, idora qilguvchisi, parvish qilguvchisi va uni o'z irodasi bo'yicha yo'lga solib ketayotgan Tangrisi bor. U hammani bilguchi, shundaqla xohlaganini qilguvchi, qudratlik va hikmatlik Alloh taolodir.